Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi tanishtiradigan mini traktorlarimiz 25, 30 hamda 46 kuchli mini traktorlarimizda qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni, narxlarini aytib o'tib ketamiz. Kimga shunaqa traktorlar qiziq bo'lsa, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol zakaz qilaverasizlar. Undan tashqari ushbu videoni shunaqa traktor qidirib yurgan do'stlarimizga ulashib qo'yamiz. Unda tanishtirib o'tib ketaman. Hatto 254 3 porshilli 25 ot kuchli mini traktorimizdan sotuvga yetib keldi. Bu traktorlarimiz old-orqa tortadi, sifatlari o'ta a'lo darajada hamda LED motorlar bilan jihozlangan. Rasxodlariga keladigan bo'lsak, soatiga 2,5 litrdan 3 litrgacha salarka rasxod qiladi. Bularimiz ancha ekonomishli hamda salarka tanlamaydi. Iloji boricha Yevro toza salarka quysalaring, ushbu texnikamiz uzoqroq hamda yaxshi xizmat ko'rsatadi. Korobkalariga keladigan bo'lsak, o'sha korobkalari ham katta korobkalar bilan jihozlangan. Balonlar akalar 60-70 agatga bemalol tushadi, 80 gacha moslab ishlatsalaring bo'laveradi, ligirovka bo'ladi. Undan tashqari balonlariga o'zini mana qalin toshlarigacha qo'yib qo'yilgan, uncha-munchaga buksavat qilib bo'lmaydi. Xo'sh, tablolariga keladigan bo'lsak, suv datchik, akkumulyator, yog' datchik hammasini ko'rsatib turadi. Skoroslari oldiga 8 ta hamda orqaga zatni 4 ta skoroslar bilan jihozlangan. Sidenalar yumshoq hamda quyoshdan, yomg'irdan saqlaydigan mana tepada shapkalarigacha qo'yib qo'yilgan. Ko'rishlaring mumkin. Oldi balonlari ham ancha yirik, shiroki qilib ishlangan. Bu 25 ot kuchli traktorimizning narxi akalar $6,350. Shu videoni ko'rib like bosib kelgan klientlarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Keyingi tanishtiradigan traktorimiz xuddi shuni 30 ot kuchli varianti, modeli 304. Bunimiz ham 3 porshilli, motorlari LED motorlar bilan jihozlangan. Bularimiz 3 litrdan 3,8 gacha salarka rasxod qiladi. Bularimiz ham ancha ekonomishli. Bularimiz ham salarka tanlamaydi. Iloji boricha yaxshi salarka qo'yaverasizlar. Balon razmerlari 60, 70, 80 ga bemalol ligirovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Korobkalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Korobkalarni ko'rishlaring mumkin. Balonda o'zini toshlarigacha qo'yib qo'yilgan. Orqa balon 9,5 ga 24 lik, oldi balon 600 ga 16 lik razmerda bo'ladi. O'zini LED faralarigacha qo'yib qo'yilgan. Mana danni, bilishni, pavorot, keyin vozdixlari ham mana ancha original qilib ishlangan, maslinni. Skoroslari buniki yonboshda joylashgan. Xuddi shuni akalar mana 30 ot kuchli, faqat orqa nasozli variantidan ham bor. Qiziqqanlar uchun akalar. Bunimiz puluk frezalarni vesi bilan tashasa, bularimiz ham bosadi ham ko'taradi ham mana. Nasozli variantida. Nasozlari ham 450 kilodan 900 kilo yukni bemalol ko'taraveradi. Nasozlar uchun mana alohida bachoylarigacha qo'yib qo'yilgan. Rollari gidravlikali hammasini akalar. Undan tashqari bularimizga 3 korpusli puluk, 1,5 metrli jatka hamda 1,5 metrli frezalar taqsalaring bemalol ishlataveradi. Vomlari ham o'sha 540-760 oborotda aylanadi. Ko'rishlaring mumkin. Bunimizda nasossizini narxi akalar $7,300, nasozligini narxi $7,800. Shu videoni ko'rib like bosib kelgan klientlarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Kommentariyaga akalar necha ot kuchli traktor qiziq bo'lsa yozib ketsalaring, keyingi videolarimizda shularning ma'lumotini, narxlari bilan aytib o'tib ketamiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar.